Do'stlar, sizning bilan o'ymoq topshiruvi ham men Malika. Siz mavqtirg'ish o'yinga hazırmi? Olaysa biz boshlaymiz. Bizning qatnashchilarimiz qo'ydasin. Aydagizlarni tezroq chaqiring. Keligiz menda. Salom. Salom do'stlar. Siz bugungi qiziqli o'yinga hazırmi? Lekin boshdan aydagiz komandalar bilan tanishib keting. Eng birinchi 3-gimnaziya o'quvchilari bilan tanishamiz. Sizning komandangizning ismi? Do'stlik. Sizning devizingiz? Do'stlik bilan kuchlimiz. Do'stlar, yig'ilgan yerda bugungi o'yinimiz o'zashak. Ikkinchi komanda 167-maktabdan. Ular bilan da tanishamiz. Sizning komandangizning ismi? Topqir shakar. Sizning devizingiz? Bir ishda yo'qolmas topqir shakarlar. Do'stlar ham topqir shogirdlar qatnasha bugungi o'yinda biz birinchi turni boshlaymiz. Nechuk do'stlar, siz hazırmi? Do'stlik, siz nendaysiz? Siz tez, siz kuchlimi? Kuchli. Siz nendey? Tez ham kuchli. Hozir qarorimiz bu o'yinda qaysi sifat kerakliroq bo'lar? Qarshingizda siz ikki qirshov ko'rasiz. Bir qirshovda 4 to'p yota. Ya'ni har bir o'yinchi uchun birishar to'p. Ular bu to'plarni tutib, ana tigi qirshovga otarga tegish bo'lalar. To'p ya onda qolirga tegish, ya qirshov ishini terga tegish. Angladingizmi? Aydagiz qaysi komanda birinchi ekanini suifa yordamida shishamiz. Aydagiz siz ikkigiz. Bo'lmay bu. Mana bo'ldi. O'ngishlar sizga shogirdlar. Birinchi to'p ham Kidi. 1 ball bo'ldi. To'xta, otma, kelasi o'yinchi. Ikkinchi o'yinchi. Aysulu. To'p ilakmadi. 3-o'yinchi. Islam. To'p ilakmadi. Ham to'p tag'in ilakmadi. 1 ballni oldi aliga komanda. Demak, tezlik balki yordam etmaskada mumkin. Kuch yordam etashakmi? Hozir qarorimiz. Aydagiz birinchi o'yinchi to'plarni yeyamiz. Ayda. To'p ilakdi. Ikkinchi o'yinchi ham mana nechuk o'ylab topdilar. To'p ilakdi, 2 bo'ldi. Idandan sekirtirga bo'ldilar. 3-to'pda ilakdi. Mana bu taktika yo'q deylar. Qirayindan o'zib ketdi. Bu to'pni biz sanamaymiz ham borlig'i do'stlik komandasi 3 to'pni ilaktirdi. Bu turda siz yengdingiz. Qutlayman. Kelasi turning qoidalarini anglatam. Komandalar qarshisida siz tema ko'rasiz. Ekranda turli rasmlar ko'rinashak. Komandalar bu rasmlarga qarab, ningdir sport turini belgilarga tegish bo'lalar. Kim birinchi yetib belgili tema yonina yigira, anga bosa ham javob bera. Agar komanda durust javob bermasa, ball avtomat ravishda kundosh komandaga ko'sha. Angladingizmi do'stlar? Shunga ko'ra javoblaringizni yaxshilab o'ylag'iz kelishdikmi? Ixtiborlig'ina, soqqina, lekin shu vaqtda jitiz bo'lirga kerak. Birinchi rasmni qaraymiz. Nindi sport turi bu? Bunda borisida ko'rina. Temaga bosdilar. Do'stlik komandasi, sizning javobingiz? Gonki. Ixtiborlab qarag'iz ali. Bu bit qishqi o'yin turi. Manda shona bor. 4 kishi bir shonada. 3ga qadar sanayim, javob bo'lmasa ball qo'sha. 1 2 3. Javob? Yo'q. Javob bo'lmadi. Qaraymiz javobga. Bobsleigh. Do'stlik komandasi durust javob bera olmadi. Durust javob bobsleigh. Shunga ko'ra ball kundosh komandaga qo'sha. Kelasi so'rovni qaraymiz. Bu rasmda narsadir ko'ramiz. Yuzu. Shunday tez bo'ldi bu, men shok qotdim. Yuzum ekan. Aydagiz tekshirib qaraylik.
Точно. Yüzü qatlayım sizni. Dürüst javob. Yüzüden ishlaylar bilasizmi? Yüzerler. Yüzələr, şundan da şulay. Qayda yüzələr? Бассейнда. Nişik yüzələr? Разные стиляр, блин. Stillər bilən, indilərini biləsinsən. Butterfly, кроль, брас. Oho. Orqada şulaymi? Orqa bilan bigri ko'p narsa bilasiz ekan. Siz yuzu turida qatlayım sizni. Tag'in bir bal sizniki. Kelasi rasmni qaraymiz. Bu sırao avroq. Biraz qo'rqoqlar bo'yli do'stlar komandasi. Аур атлетика. Ауыр atletika deydi do'stlar komandasi. Onda da shunday kiyimlar kiyalarmi? Esingga tushirali. Birida 2 kostyum ko'rganingcha, ауыр atletikada bir kishigina. 2 kostyum bo'lg'ach, 2 kishi. Ayya, Крэш. kurash deb aytalar. Do'stlar komandasi kurash deb javob berdi. Javobni tekshiramiz. Kurash, greko-rim, irikli kurash. Javob durust. Do'stlar komandasiga 1 ball beramiz. Og'irgina yurib chiqdik bu so'rovni. Qatlayim. Kelasi rasmni qaraymiz. Ayya, Ишу. ishu deb aytalar. Shunga o'xshagan aydagi javobni tekshiraylik. Все правильно. Ayya, ishu. Siz haligina ko'rgan bir narsa uchun kerak. Что-то не нажал. Yuzlarga onun bilan nendek harakatlar yasayorlar. Mana shulay aylantirib, shundan da ko'rsatdilar bizning do'stlar komandasi. Davom etamiz, kelasi rasmga qaraymiz. Tipik motor sport turi, men uni bekor atib qarayim. Гимнастика. Gimnastika. Durust javobmi? Shulay deb o'ylaysiz, bolalarga o'xshab ko'rmasin. Aydagiz tekshirik. Shundan da gimnastika, mana bu tasma bilan ishlaylar. Aydagiz kundosh komandadan so'rab qaraylik. Bilasizmi, gimnastikada bu tasma narsaga kerak? Бью için. Biyu uchun ana aylantiradilar motor ettirib, shulaymi? Do'stlar komandasi sizni qutlayim. So'nggi ball sizga qo'shdi. Biz kelasi turga qo'shamiz. Kelasi turga qo'shamiz. Ul bek og'irda tugul kebak, lekin komandalar oni nishig o'tashak. Hozir qararmiz. Birida siz ko'rasiz qopqani, shaybani, kashakani ham qirshovni. Komandalar qirshov ishini bosib, kashakani qo'llarini olib, shaybani ishirib jibaradilar naq qopqaga. Nisha topkir ilagasiz, shuni qatlab ball yeyasiz. Kelishdikmi? Aydagiz, qaysi komanda birinchi ekanini shulay sifa yordamida belgilaymiz. Ayya, do'stlar komandasi startda. O'yinchi boshlay. Men siz g'arg'ash boshlaymiz, kelishdikmi? 1 2 3. Shayba ilakdi. Aydagiz, ikkinchi o'yinchi qaysigiz? Qizlar birinchi bo'lirga tiladilar. Ilakmadi bu yo'li. Do'stlar komandasi bir shilmasqa. Sizning endi bir ballig'iz bor. 3-o'yinchi startda ham bo'ldi. Tag'in bir shayba ilakdi, ham so'nggi o'yinchi tag'in bir shansiz. Ilakdi. 3 ball yedi. Do'stlar komandasi bu turda bütün aybirini azirlab qo'ydilar kundosh komandaga. Hozir endi sizning shiratingiz. Men siz g'arg'ash boshlaymiz. Bo'ldi. Shayba ilakdi. Ikkinchi o'yinchi ilakmadi. 1 ball bor. Ikkinchisini ola olmadilar. Ilakdi. İlk motorig'ini ishib ketdi. İslam. Ayda. Ham bo'lmadi, shayba tushdi. Biz buni sanolmaymiz. Shulay etib bo'ldi. Mening do'stlarim menga yordam etalarda. Do'stlar komandasi 3 ball yedi. Shakirtlar 2 ballni sizni jingu bilan qutlaymiz. Bu
turda biz qatnashchilarning sport ilkasida bilimlarini tekshiramiz. Biz ularga turli so'rovlar beramiz. Siz do'stlar bu so'rovlarga javob berashaksiz. Shiratlashib javob beramiz. Komanda javob bera olmasa, ikkinchi komanda javob berashak. Kelishdikmi? Qoidalar anglashildimi? Siz sportni yaxshi bilasizmi? Hozir tekshirib qarorimiz olaysa, boshlaymiz do'stlar. Birinchi so'rov. Yosh sportchini kim deb ataylar? Komandalar kengashlashirga bo'ldilar. Hozir biz qaysi komanda birinchi yetib javob berashak, ularning qo'l ko'taruvi bo'yicha belgilashak, biz olg'a taba ish shiratlashib borashak. Biror komanda azirmi hali? Aha, do'stlar komandasi bir javobni azirladi. Sizning javobingiz? Yosh sportchi. Yosh sportchi deydi do'stlar komandasi. Sizning variantingiz bormi? Yo'q. Yo'q. Ularning kundosh komandalarining javoblari yo'q. Aydagiz javobni tekshirik. Bizning javobimiz junior. Bir komandada javob bera olmadi. Birinchi yetib do'stlar komandasi javob berdi. Demak, ikkinchi so'rovga siz javob berasiz do'stlar, kelishdikmi? Siz hozirmi? Alaysa men ikkinchi so'rovni o'qiyim. Badminton o'yinida narsa uchib yuri. Aydagiz. Badminton o'yinida Aydagiz o'ylagiz javobni, yami? Biroz vaqt beram sizga. Sizda o'ylay olasiz do'stlar. Falash uchib yuri. Falash de shakirtlar komandasi. Sizning biror variantingiz bormi do'stlar? Yo'q. Demak, falash degan javob yangradi. Badmintonda narsa yasarga keraksin, bilasizmi? Nishlilar onda? O'ynarga, shunanda. Nishga o'ynaylarsan? Sekirib. Valajni raketkalar bilan sug'alar, lekin valash tugil. Birozgina yolg'ishdingiz, javobni tekshiramiz. Valan. Javobni sanolmayman, chunki durust aytilmadi. Birozgina bir harfdagina yolg'ishdingiz. Do'stlar, sizning shiratingiz 3-so'rovni o'qiymiz. Olimpiya o'yinlari ne uchun shulay deb ataladi? Bek qiziqli so'rov, men tarixni bek yorataydim. Mana bu ilishini o'tganda Do'stlar komandasi kengashlashar. Nimadir fikrda bor axrisi. Hozir tekshirib qararmiz. 3 ga qadar sonayim. 1 2 3. Do'stlar komandasi, sizning javobingiz bormi? Yo'q, do'stlar komandasi javob hozirlay olmadi. Kundosh komanda, sizga so'z. Mendidir javob bor edi kibak. Men o'ylayman, Olimpiya o'yinlari Do'stlar, bizga biroz yordam eting. Siz tarixni yoratasizmi? Nechta o'ylaysiz? Bu sport o'yinlari eng birinchi topqir qayda o'zdirildi? Xitoyda. Yaponiyada Olimpiya o'yinlari birinchi topqir tarix bo'yicha qayda o'zdirildi? Bu Gretsiya bilan bog'liq, burungi Gretsiya miflari bilan. Rim deylar. Rim biroz boshqa yerdarak shu. Javob bormi? Yo'q, javob yo'q. Aydagiz olaysa durust javobni qarab qaraylik. Gretsiyaning Olimpiya shaharida boshlanib ketdi, ham shunga ko'ra bu sport o'yinlarida shulay ataladi. Kelasi so'rovga ko'chamiz. Bu so'rovga javob bo'lmadi. Bu yo'li topqir shakirtlar javob bera. So'rovni o'qiyim. To'p ham bitta qo'llaniladigan sport o'yini. Kengashlasha olasiz. Do'stlar komandasida kengashlasha. To'p ham bitta. Bek qiziqli sport o'yini. Do'stlar komandasining javobi hozir, lekin biz shakirtlarni kutamiz. Kelishdikmi? Ularning shirati. Do'stlar, ishga qadar sonayim. Javob borda endi. Amerikanskiy futbol. Amerikan futbol deb javob berdilar bizga. Siz uning qoidalarini bilasizmi? To'xtag'iz, boshdan olar bilan so'rashib bitiraylik. Siz uning qoidalarini bilasizmi? Amerikan futbolda shunday qovun shekilli to'p bilan o'ynaylar. Onda bitta yo'q. Do'stlar, sizning javobingiz bor edi? Beysbol. Beysbolni nechta o'ynaylar?
Туп белән һәм бита. Туп белән һәм бита, чыннан да шулай. Тупны ыргыталар, бита белән аны ышыралар. Шуның белән уен тамам дип әйтеп була. Әйдәгез, җавапны тикшерик. Бейсбол уены чыннан да шулай, дуслык командасына 1 балл бирәбез һәм дәвам итәбез. Шәкертләр, калышмагыз, ярыймы? Яра. Хәзер сез җавап бирәсез. Утырып йөри торган спортчы кем ул? Шахматист. Киңәшләшеп алыгыз. Кем ул? Шахматист. Нишләп шахматчысың? Чөнки ул утыргач йөрий. Утыргач йөри, чыннан да ул утыра, аның каршында уен кыры һәм ул шулай итеп йөри. Җавапны тикшерәбез. Шахматчы. Чыннан да дөрес җавап. Дуслык командасы сезне 2нче балл белән котлыйм. Шәкертләр, хәзер сез җавап бирәчәксез. Сорауны укыйбыз. Аякка киелә, агач яки пластиктан ясала, кардан шуып бара. Нәрсә ул? Әйе, Чана. Шона дип әйтә безнең команда. Нишләп шулай? Ләкин шана ул пластиктан ясалган. Әй, пластиктан ясалган, сез материалга игътибар иттегез, шулаймы? Әйе, Ә шулай кардан икән. шуып баруы. Шулай шона булды, килештекме? Юк, башка җавап бар. Әйдәгез. Сноуборд, ләкин сноуборд пластиктан ясалган. Һәм ул аякка киелә. Аякка киелә. Сезнең вариантларыгыз бармы? Әйе. Әйе. Чаңгы. Шаңгы ди. Сез нишләп аны тыңламыйсыз? Башкалар юк ди. Шаңгы дип әйтә. Нишләп? Чөнки ул аякка киелә һәм пластиктан ясалган. Пластиктан. Нишләптер бөтен кеше пластикка игътибар итте? Без җавапны тикшерәбез. Шаңгы. Чыннан да дуслык командасы сезне котлыйбыз. Без дәвам итәбез. Алда соңгы сорау. Хәзер безнең 2 командада катнашачак, 2 командада җавап бирәчәк. Дуслар, сез әзерме? Әйе. Алайса сорауны укыйбыз. Таудан нәрсә белән шуып була? Исегезгә төшерәм, дуслар, монда берничә вариант кабул ителергә мөмкин. Командалар баштан киңәшләшәләр, аннан соң без чиратлашып алардан җавап алачакбыз. Әйдәгез, дуслык командасыннан башлыйк. Сезнең җавабыгыз? Шана. Шана. Әйе, Безнең дә шулай. Шана. Тагын вариантлар бармы? Уйлагыз. Таудан күп нәрсә белән шуып була. Дуслык командасы? Сноуборд. Сноуборд дип әйтәләр. Чаңгы. Шаңгы булды. Чыннан да шулай, шаңгы белән дә шуып була. Пакет белән. Пакет белән. Чыннан да мондый җавапларда кабул ителә. Пакет белән дә төшкән бар. Сезнең нәрсә белән төшкәнегез бар? Нәрсә белән шуганыгыз бар? Тюбинг белән төшкәнебез бар. Тюбинг, шулай, дөрес булды. Тагын вариантлар бармы? Булды, бу турыбыз тамам. Һәм бу уенда дуслык командасы җиңде. Алар барлыгы 4 балл алдылар. Булды, бүгенге уеныбыз тамам, димәк, нәтиҗәләр ясар вакыт җитте. Тапкыр шәкертләр, сез бу уенда барлыгы 3 балл җыйдыгыз. Котлыйм сезне, бик әйбәт булды бу. Әйе, әйдәгез аларны хуплыйк, менә шулай. Бик әйбәт булды. Дуслык командасы. Бу уенда сез 9 балл җыйдыгыз. Димәк, бу уенда дуслык командасы җиңде. Котлыйбыз аларны, котлыйбыз сезне дә. Сез бик тапкыр, бик уңган һәм бик җитез булдыгыз. Дуслар, сезне дә котлыйбыз, чөнки сез иң мавыктыргыч, кызыклы уенны карадыгыз. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!